ba'zi bir kishilar 25 ga kirgandir, ba'zilar 75 ga kirgandir. Xudo nasib qilib, endi Xudo shu muborak joylarga keltirdi. Shunga umidvorlik borki, Alloh qabul qilsa. Alloh subhanahu va taolo bir amalga bandasini buyuribdi. Buyuradida, menga shu amalni mana bunday qilib ber deydi. Shu sizlar hozir umra qilyapsizlar-ku? Ka'bani aylanasiz, Safo Marvoga borasiz, ihrom kiyasiz. Ha? Mana shunday qilishlikni bir paytlar Hazrati Ibrohim alayhissalom shu Ka'bani qurib, Xudo Ka'ba qur dedi. Bir uy soki menga odamlar ibodat qilsin dedi. Bu kishi soldilar, soltirib aytdilarki, ey Robbim, men buni soldim-u, bu joyda qanaqa ibodat qilishni menga o'rgat dedilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo Jabroil alayhissalomni yubordi. U kishi o'zlari kelib har bir amalni o'rgatdilar. Nima uchun bunday qilinadi bilmaymiz. Nima uchun Ka'ba 7 marta aylanadi? Bilmaymiz buni. Nima uchun Safo Marvoga yugurib boradi odam? Xo'p, bir ayol pokiza, Alloh rozi bo'lgan ayol bolasini o'sha suv chiqqan joyga qo'yib, ovqat istab, toqqa, yoqqa, choqqa chiqqan, bu yoqqa chiqqan, shu qilibdi. Nima uchun odamlarga bu ishni Alloh buyurgan? Bilmaymiz buni. Bandani Allohning oldidagi eng obro'sini ko'taradigan ish Alloh buyurgan narsani bilmasdan qilish ekan.